Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı çaylarıdaki qeyrindaşlarım. Hammalarınki şu vakti ve bunun keyinki vakti bu dünya ve o dünyalıqı hayırlık bolsun canım dostlarım. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki cennet selamı bolğan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilen bugünkü tedbiriyay sin dersleri 42. sin dersimizni başlayalımız qarindaşlar. Biz ötken hafta şu kolumuzdaki 6. kitap neticelik Uygurlar ve onun aldığınki haftaları şu kitaptan üyünüş qılğan. Kim bu kitaptaki mezmunlar bek köp asasen muvaffaqiyat qazanğanlarni tonuşturuş karakterlik bir eser bolğaçqa en yaxşısı bunu şu PDF şeklini ve yaki kitapni qoluq elip qarindaşlarning özlerini oqub elishini tavsiye qiliman. Asli hammalarga oqub hammalarni tonuşturup chiqsam yaxshi bo'ladi. Lekin texmi ko'plab o'qishga tegishli materiallar bo'lg'achqa uning ustiga Ramazon yaqinlashib qoldi. Canım dostlarım, canım ustozlar, bu kitapdagi hammalar meni to'g'ri tushuninglar. Ben bu kitaptan ismini bir yerde yazıp koydum. Uygur Muvaffaqiyatşunaslık ve Erkin Sıdık degan Tahir Emin dostumuzdaki bir makalesi varken bu asasen şu qarindaşlarınki müşahedeki muvaffaqiyat kazangan, netice kazangan kişilerinki yakumusu başka bunun bu kitabı yazılmagan yine nurgulluğan, kürmenliğan muvaffaqiyat kazangan qarindaşlarımız hürmetkisiz haber capalık tirişip ilim asmını da ilim çoğulurgu yamışıp muvaffaqiyat kazangan nurgulluğan Uygurlarımız var. Şulani etrafımızdan bayqiyalayımız qarindaşlar. 1400 yılının aldığı yak olmasa belki 1000 yılının aldığı ketişimiz gerek yok. Etrafımızda mı muvaffaqiyat kazangan ilim, dünya, insaniyetke töhbe koşup atkan adamlar köp çıkıp atıdı, köpüyüp atıdı. Hergiz ümitsizlikке boğmaydı. İnşallah biz mi şulardan birisi bulalayımız eğer tirişsak ballarımız mı bulalaydı bu kitabını ilip okup bakışınlarını ümit kılımen canım dostlar. Anda olsa uzun gapning kıskısı biz nah gapni başlaylı. Tahir Emin Elbedar qarindişimizni tanıydıqanlacak ve tanımaydıqanlar boluşu mümkün. Hazır bu qarindişimiz Amerika'da. Şu qarindişimiz betendiki vaqtida qalamga algan ve keyin bizning mush kitapqa qistirulgan, mush kitapqa bilan birlikte neşir qilingan bir makalesi var. Şunu okup ötümen canım dostlarım. Uygur Muvaffaqiyatşunaslık ve Erkin Sıdık. Tahir Emin Elbedar. Tavsiye: Yençkuda 50 koydun artık pulu yok. Yaki tırnak içinde kartıda yaki başka orunda boğanları bunun sırtıda depti. Yaki kurska aç durup torgu çıkkan. Yaki şu gündeki kirimi 50 koyu yetmegen dostlarımın tordaki emeli paydası bolmagan mezmunlarını kürüp üzünü aldırmay hazırla çıkıp köz aldıdaki ciddi ihtiyacını kandırışını yaki tordun pul tepişke ait mezmunlarını kürüp paydalanışını tavsiye kılımen. Ondaq bolmaganlarning sabrchanlik bilan o'qib beqishini so'rayman debdi Tahir qarindishimiz. Mazmuni bu maqolaninki birinci to'xtalish sababi, ikkinchi muvaffaqiyatshunaslik ilmi haqida, uchinchi millat muvaffaqiyati ve shaxsiy muvaffaqiyat, to'rtinchi Uyg'ur muvaffaqiyatshunaslik ilmini barpo qilish haqida taklif, beşinci Uygurlarda muvaffaqiyatshunaslik ilmi izlenişleri, altıncı Uygur muvaffaqiyatshunaslik ilminin nazariyevi asası, yettinci Uygur muvaffaqiyatshunaslik ilmi cemiyeti kuruluşu hakkında teklif, sekizinci Uygur
muvaffaqiyatshunaslik tor bekitining qurilishi haqida uchur. 9-si islom dini va muvaffaqiyat haqida. 10-ci erkin sidiqning muvaffaqiyati va boshqalar. Qadrli qarindoshlar, endi mazmunga kirib ketimiz. To'xtalishdagi sabab, to'xtalish sababi. Assalomu alaykum. Muvaffaqiyatshunaslik haqidagi nodir temalardan nazarini uzmay kelayotgan barliq to'rdosh qarindoshlar. Yaqindan beri mazkur munbarda muhokama qilinayotgan Erkin Sidiq apandining muvaffaqiyatshunaslik haqidagi yozmalari va inkaslar do'stlarim orqali menga yetib, tema yo'llashga turtki bo'ldi. Chunki masala umumiylikqa yetilgan cho'ng temaga bog'lanibdi. O'xshamagan kechirmish va o'xshamagan tafakkur usuli o'xshamagan yakunga sabab bo'ladi. Garchi men muvaffaqiyat qozonganlardan sanalmasam-mo, ammo muvaffaqiyat haqida yozilgan bir qism asarlarni o'qish bilan muvaffaqiyat to'g'risida qisman tushunchaga ega bo'lganman. Hozirgacha bo'lgan turmush yo'limda uchirgan ba'zi talofatlardan hech bo'lmasa qanday ishlarni qanday usulda qilganda muvaffaqiyatning dal aksi bo'lgan mag'lubiyatga yetkili bo'lganligi haqida tafsili to'xtala olayman. 2004-yili Tangritog' jurnallar nashriyati bosh muharriri Po'lat Hivizullohning taklifi bilan İngiliz tili ve yoshlarimiz degan temada ingliz tili orqali utuq qozonish yo'llari, navbatdagi til tarbiyalash ahvoli va ingliz tili o'rganib muvaffaqiyat qozongan yoshlar haqida tafsili uchur bilan ta'minlaydigan bir parcha maqola yozgan. Mazkur maqola shu jurnalning shu yillik 4-sonida e'lon qilingandan keyin o'qirmanlarning inkosiga asosan Uyg'ur yoshlar va utuq degan temada yana bir parcha cho'ng hajmda asar tayyorlab sungan edim. Afsus, maqolani tahrirga berish oldida men 2 yillik majburiy ta'lim tarbiyaga haydaldim. Shuningdan sal burun Şinjan ijtimoiy fanlar munbir jurnalidan Islomjon Sherif uyushtirgan Amerikalik muvaffaqiyatshunos dunyodagi eng ulug' mal sotquchi qatorliq bozorlik kitoblarning avtori Og Mandinoning yana bir nodir asri Teri Putukni tarjima qilishga qatnashib, men tarjima qilgan 2 bo'lim 2004-yillik sonlarida 5-6 sonlar bo'lsa kerak. Bu jurnallar hozir menda yo'q, esimda qolmabdi, debdi Tahir Imin e'lon qilingan edi. Bular mening o'qigan kasbim ingliz tili sohasidagi ilmiy izlanishlarimdan boshqa temalarga munosabatli ilmiy urinishlarim edi. Ya'ni muvaffaqiyatshunoslik haqidagi ilmiy urinishlarim edi. Bu maqolalar Tahir Imin Iltibir degan ismda e'lon qilingan. Hozir familiyamni elbidarga o'zgartdim, debdi qadrli qarindoshlar. Albatta hech kim mag'lubiyatga yetishni xohlamaydi. Mag'lubiyat amaliyotda ommabop va ozoda talaffuz etsak, muvaffaqiyatni aniqlamasi mag'lub bo'lmaslikka teng. Tenglamasi mag'lub bo'ladigan ishlarni qilmaslik. Muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan odam mag'lub bo'ladigan ishni qilishdan saqlana olsa, shuning o'zimi o'z navbatida yana muvaffaqiyatga elib bordi. Logika bo'yicha aytsak, emas deganlik shu deganlikning aksidir. Ammo demoqchi bo'lganim boshqa bir gap. Endi ikkinchi muvaffaqiyatshunoslik ilmi haqida nima debdi Tahir Imin qarindishimiz? Muvaffaqiyatshunaslik ilmi haqida. Muvaffaqiyatshunaslik ilmining shakllanishi. Muvaffaqiyat degan bu so'zni zag'ri tilimizda ishni boshqa elib chiqish deb tushunsak bo'ladigan bir uqum. Uyg'ur tilidagi ishning epini bilmak, ish qilishni o'rganmak, pokni o'ttirdan ikki qilmoq degan bu ibora muvaffaqiyatshunaslik uqumining tilimizdagi oddiy ifodalari. Qilgan ishida natija yaratish har qanday kishining o'zining
can saqlash ve itiraf kılınıştan ibaret iki asasi ihtiyaç tarafından belgilengen tabii arzusudur. Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, qadimki davrdagi kishilarning muvaffaqiyatshunaslik ilmi haqidagi tushanchalari va xotiralarini yaxshi turmush kechirish va to'g'ri yo'lda menishdan iborat ikki asosiy nuqtaga yig'ib tushunganligini bilalaymiz. Ilgari muvaffaqiyatshunaslik degan bu uqum fan sifatida tilga ilinmagan davrlarda ommabop falsafa asarlari bilan diniy amr ma'ruf larning qo'shimcha targ'ibot turi bo'lgan. Turmush muvaffaqiyatshunaslik nuqtasidan olganda Adem alayhissalomdan tortib hozirgacha davomlashgan insoniyat olamida kishilar o'zining vayron bo'lishini yemak ichmakdan, bayashat va xushal turmushdan xoli holda baxtlik o'tishni tasavvur qilib boqqani yo'q. Barliq diniy yetakchilar, siyosiy dahiylar, turli iqimdagi faylasuflarning hammasi kishilarni dunyoda, oxiratda xushal-xuram, bayashat yashashga yetaklagan va buning usullari haqida yo'l ko'rsatgan. Muvaffaqiyatlik kishilik hayot haqida turli falsafiy ideyalar bilan ma'lumot bergan. Kasbiy muvaffaqiyatshunaslik nuqtasini to'xtalganda, yeziq barliqqa kelgandan keyin yozilgan tunji kitob mazkur kasb yoki tarixiy xotir bo'lgandan sir o'z navbatida mazkur asarning kasbiy muvaffaqiyatshunaslik dasturi bo'lib qoladi. İnsaniyatning bugungi qadar davom etgan moddiy va ma'naviy turmushida putilgan, xotirlangan asarlar ichida muvaffaqiyatshunaslik, ya'ni yaxshi turmush kechirish va to'g'ri yo'lda menish haqida turli tuman kitob, xotirlar putilgan. Biz qandaq materialni, masalan, jang nomini misolga olsak, o g'olibning g'alaba qilish asosi yoki mag'lub bo'luvchining yengilish sababi bilan bizni tajriba savob bilan ta'minlaydi. Shunga muvaffaqiyatshunaslik ilmining tarixini insonlarning paydo bo'lish tarixi bilan tengdosh uzun tarixga ega deb qaraymiz. Muvaffaqiyatshunaslik falsafa va ideologiya bilan bog'langan bo'lg'achqa, olimlar bu haqda birdek holda ma'lum asarni tunji yozilgan muvaffaqiyatshunaslik asari deb birlikda bekitilmaydi. Muvaffaqiyat haqidagi qarash izchil birlikka kelinmagan. Dinlar, falsafa iqimlari, madaniyat turkumlari o'rtasidagi o'xshamaslik o'zining hayot, inson, koinot haqidagi rangdorlikni saqlab qolgan bo'ladi. Chunki g'aribliklar muvaffaqiyat degan yaxshi yeb, yaxshi ichish, erkin demokratik tuzum ostida yashashga muvaffaq bo'lish deganni islom sharqi e'tirof qilmaydi. Islom sofizmi tashviq qilgan tarki dunyolik asosidagi ma'naviy yuksaklikni g'arbliklar tushunmaydi. Machiavellining aql-farosat, hiylagarlik, qovluq, shafqatsizlik bilan yo'g'rilgan hukmdorlar dasturi bilan Yusuf Hasajibning e'tiqod, adolat, aql-farosat, mehr-shafqat singdirilgan qutatqu bilikni selishtirib bo'g'ili bo'lmaydi. Yaqinqi zamonda rasmiy fan sifatida o'ttirg'a qo'yilib, universitet va hukumat o'rinlarida maxsus tarbiya turi qilinib yo'l qo'yilayotgan muvaffaqiyatshunaslik ilmi nurg'un o'xshamagan qarashlar asossiz taraqqiy qilib, tarmoqlarga bo'lingan rasmiy ilmga aylandi. Ba'zilar Dali Karnikga o'xshash shaxs ijtimoiy aloqadagi moyilligiga tayinib, boshqalarning ustunligidan foydalanishdan iborat diplomatiya muvaffaqiyatshunaslikni o'tirib qo'ysa, yana ba'zilar shaxsning tug'ilishidan birga bo'ladigan individualligini muhim deb qaraydi. Ba'zilar mijoz muvaffaqiyatni belgilaydi desa, yana ba'zilar pozitsiya osmon zaminni o'ngtay, to'ngtay qilib o'tadi deydi
qiladi deydi. Ba'zilar taqdiri putilgandan o'zga yuz bermaydi. Shaxsning tirishchanligi muhim omil emas deydi. Ba'zilar o'ziga ishonch qilishni ta'kidlasa, Alfred Avstriya psixologi Alfredga o'xshash ba'zilar shaxsiy utuqning manbasini o'zini tonish va tarbiyalashga mujassamlaydi. Ba'zilar Russell, ya'ni Angliya filosofi, Russellga o'xshash insonning universal iqtidorini aqliy mukammallik asosida barpo qilishni ta'kidlasa, Muhammad alayhissalom bo'lsa, o'z aqlini Allohning hukmiga bo'ysunib, qalbini muhim bo'lmagan narsalardan pok tutib, ikki dunyolik xotirjamlik uchun muvaffaqiyat qozonish tarafga yetaklagan. Hozir muvaffaqiyatshunoslik eqimlari yuzdan oshadi. Nashr qilingan kitoblar boshqa har qanday sohada nashr qilingan kitoblardan ortiq bo'lsa, ortiqki hargizmi kam emas. Boshqa tildagi to'rda yetarlik material topqili bo'ladi. O'zini mashhur va nufuzliq muvaffaqiyatshunoslar deb da'vo qilishganlar 20-asrga tava bo'lganlar ichida 1000 nafar kishidan ko'p. Ularning iqtisodiy turmushi nozuk va inchik ishlardan, uchurdan, atrofdagi kishilardan foydalanish iqtidoriga tayinib, nurg'unlari muvaffaqiyatshunoslik ilmi orqali muvaffaqiyat qozonuvchilardan bo'lib qoldi. Shundaqla aniqlamasi ziddiyatga hisoblangan shu muvaffaqiyatga bulangchilik, ishratvozlik, xalqni qaqti soqti qilish yo'li bilanmi yoki o'z emgigi bilan yetishdan iborat yo'l tanlash jihatidagi ixtilof masalasi mavjud. Demak, muvaffaqiyatning aniqlamasi va vositasi eng muhimi o'zi ko'zlagan muvaffaqiyat nishoniga yetish orqali inson zodi nimani hosil qilmoqchi va bularga qanday usul, vosita, yo'llar bilan yetadi deganlar hali ham dunyo insonlarining xilma-xilligining ifodasi bo'lib kelmoqda. Jungoda yaqinqi zamonlardan beri dunyoga tanilgan bir qator muvaffaqiyatshunoslar maydonga chiqdi. Ular kitob yozish, nutq kursi echish, unsiz nashr buyumlarini nashr qilish qatorliq usullar bilan o'zi tashabbus qilgan, o'xshamagan usullar bilan muvaffaqiyatshunoslikni ko'taraga elishib, maxsus mushkasibga tayinib millioner bo'lishdi. Jungoda hozir har yili 10 muhim muvaffaqiyatshunosni baholash faoliyati bor bo'lib, mukofot va sharaf eng tunilgan yoshlardan Chin Anji. Xalqaro mas qilish mutaxassisi doktor Savzisi. Eng muvaffaqiyat qozongan tarbiyalash o'rni mas'uli Xeyijou. Osiyo qit'asida tunilgan Zhao Goshin qatorliqlar tipik misoldir. Lekin umumiy o'rtaq bo'lgan muvaffaqiyat hukmi ma'naviy dunyosi boy, moddiy dunyosi muhtojlikdan xoli bo'lishni navbatda mushu dunyolik muvaffaqiyat qozonishning bir asosiy shakli deb tanıymiz. Üçüncü, millet muvaffaqiyati ve shaxsiy muvaffaqiyat. Millet muvaffaqiyati degan atalg'uning ishlatilganligini texi ko'rib bakmadım. Ama men bu yerde chuqur bu vaqtda bir az to'xtalishni zarur deb qarayman. Shaxsiy muvaffaqiyat barcha Uyg'urning yakka hayotidagi o'rtaq orzusi. Agar shaxsiy muvaffaqiyat qozonganlar qancha ko'p bo'lsa, onun umumiy mavjudligimizga bo'lgan ahamiyati shuncha zo'r bo'ladi. Shunga muvaffaqiyat yakka holda boshlanishi, muvaffaqiyat qozonuvchilar cho'ng to'pi shakllanishi kerak. Buni bizga islohot bergan huquq. Uyg'urning umumiy mavjudlik shakli muvaffaqiyatga mansubmi yo'q? Millat muvaffaqiyati degan hukm haqida to'xtalish kerakmi yo'q? Millat a'zolarining 60%dan ko'proqi shu davlat jamiyatidagi o'tir tabiiy sharoitiga mansub kishilarning saviyasida bo'lsa, 10-15% kichik kishi yuqori tabiqiga, qolgan 25-30% kichik kishi tuvan tabiqi saviyasida bo'lsa, bu shu millatning umumiy a'zolarining muvaffaqiyati hisoblanadi. Bu navbatdagi shahar iqtisodshunoslik ilmining shahar
nüfus ve teraqqiyat haqidagi e'lon qilgan baholash natijalariga asosan bilingan o'lcham. O'rta tabiqa middle class Zhongchan Jeji degan nima? Biz musulmonlar bo'libmi Uyg'ur musulmonlar kishilarni ijtimoiy o'rni, iqtisodiy moddiy ahvoliga asosan darajaga ayirishni qabul ko'rmaymiz. Bu bizning shariatimizda yo'q, odatimizda yo'q. Ammo bugungi reallıqı, rahimsizligi va shaxsiy raqobatga to'lg'anligi bilan sifatlangan dunyoning bizning masalalarga qandoq qaraydiganligimiz bilan ish yo'q. Biz ularning universal arq ko'rinishga asosan darajaga ayirish o'lchimini qat'iy qabul qilgimiz kelmasa, avval o'zimiz ular yetgan ustunlikka yetib olib, andin o'zimizning o'lchimimizni ularga tonishtirib qo'ysak bo'ladi, debdi Tahir Emin. Bu haqda ko'p to'xtalmaymiz. Bugungi bozor egiligi davrining mohiyatini tushunadigan har qanday kishi bu haqda ortiq gap qilishni, ortiq ishlab o'ylaydiganligi aniq. O'rta tabiqa degan nima? İsmidan chiqib turibdiki, makro iqtisodshunoslik bilan munosabatli statistika doktorlarida doim ko'zga chalinadigan bu so'z eng yuqorigimi va eng tuvangimi mansub bo'lmagan, yuqori bilan tuban o'rtasidagi saviyani ko'rsatadi. Kishilar odatda bu so'zni muayyan iqtisodiy mustaqillikka ega, lekin jamiyatda egilagan ta'siri yoki huquqi cho'ng bo'lmagan nüfus gavdasiga ishlatadi. O'xshamagan davrlar va o'xshamagan joylardagi o'rtahol saviyadagi kishilarning aniqlamasi o'xshamaydi. Albatta o'rta safarlik kishilarning o'lchimini bekitish nuqul iqtisodshunoslar yoki ma'rifshunoslarning ishi batadigan ish emas. Ular o'z sohasi bo'yicha shu rayon, shu davrdagi o'rtahol iqtisodiy saviya va o'rtahol madaniyat safosining o'lchimini aytib beralaydi. Navbatda her yili bu vaqtdagi yangi o'lchamlarni e'lon qiladi. Davlatlik taraqqiyot plan komiteti yillik taraqqiyot planini tuzganda albatta shu o'lchamlarga rioya qiladi. Endi biz vatanimizning amaliy ahvoliga asosan Uyg'ur aholilarining o'rtacha saviyasi haqida to'xtalamiz. Universal sapa, madaniyat sapasi, moddiy turmush sapasi, ijtimoiy o'rni, navbatdagi oila ahvoli, psixik sapasi, tan sapasi. Madaniyat sapası o'rta texnikumlarni oshganlar. O'rganganlaridan foydalanadiganlar, zamonaviy aloqa qurollari, telefon, kompyuter, qatnash qurollari, motosiklet, mashina degandek moddiy turmush sapasi yillik o'tirish kirimi 20 ming yuandan oshganlar. Bu muqim uyi bor bo'lgan, yemek içmeki kuvvetli bo'lgandan boshqa odatdagi normal bahadaki xalqani yeydiganlar, kiyim-kechakda murosim kiyimi, xizmat kiyimi, hardoq kiyim bo'lganlarni jiddiy pul lozim bo'lganda 5 ming yuan chiqara oladiganlar, mashinasi yoki motosikleti bor yoki eshikdan chiqsalar mashinaga o'tira oladiganlarni o'z ichiga oladi. Xitoylarningki 35 ming yuan. İctimai o'rni, muqim xizmat yoki savdosi bo'lgan, barliq salohiyat kinishkilari to'liq bo'lgan, 3 dan 5 kishi yaqin sirdishi, 10 dan 20 gacha odatdagi do'sti bo'lganlarni ko'rsatadi deb shu chaqdagi o'lchamga oila ahvoli, oilasi muqim va xotirjam, inoq bo'lganlarni jo'risi bilan o'ttirisidagi barliq aloqa, aniq kelishim va tushunch asosi bo'lganlarni qarshi tarafning tuqqanlariga ko'ngil bo'ladiganlarni ko'rsatadi. Psixik sapası özünü her qaçan ruhluq ve xushal tutuşni, muhitqa maslashishni, ko'p qism kishilarning hurmatiga sazovor bo'lishni, ko'p qism kishilar bilan chiqishib o'ta oladigan bo'lishni ko'rsatdi. Tan sapası tini ushaq-tushak kasallikdan xoli, o'zini xatardan qo'g'day oladigan, zarur bo'lgan badan chiniqtirish saymonlaridan foydalana bo'lishni ko'rsatdi. Aytishga bo'ladiki, biz muvaffaqiyat qozonuvchi emasmiz. Muvaffaqiyat qozonayotgan millatmiz. Yuqoridagi o'lchamning yana tushirilib
kaldırılgan yerleri var depti. Dördüncü, Uygur muvaffakiyetshunoslik ilmini berpa qilish haqida teklif degan nuqtaga keldik. Hech qanday tevaligi yo'q bo'lgan muvaffaqiyetshunoslikdan iborat yangidan fan bo'lib shakllangan deb tonilgan universal turmush falsafasini darhol xoslashtirib, Uyg'ur degan markani choplab olish balkim ba'zilar uchun g'ayri tuyuladi. Ammo bu hamon o'tirg'i chiqishga tegishli bo'lgan bir muqarrarlik. Navbatda dunyoda yer-joy nomi bilan xoslashgan, millat nomi bilan xoslashgan, shaxsiy nomi bilan xoslashgan, hatto bir tal tushumidi bilan xoslashgan ilmlar mavjud. Masalan, turkshunoslik ilmi maxsus turkiy millat tartibi, tarixiy madaniyati va ijtimoiy ahvolni tadqiq qilgan fan. Paqshunoslik bu fan yana o'z ichida nurg'un tarmoq fanlarga bo'lingan bo'lib, maxsus paqının türü, ten tüzülüşü, uzuqlanışı, can saqlash sharoit qatorliqlarni tadqiq qiladi. Yushurmay desam, mushu yaqinda bir do'stim YouTube to'g'ri orqali Amerikadagi oldingi qatordagi universitetlarning biri bo'lgan Princeton universitetidagi bir pitshunoslik ilmi bilan shug'ullanan bir doktorning tonishtirishini ko'rgan edim dedi. Maxsus odam bedenida paydo bo'ladigan türlü kurutlar cümleden kan şuraydıgan parazit yoldaş pitni tədqiq qiladigan. Hazır Cungu'da, yani Xitayda Lüşuşunaslik ilmi cemiyetinin 100 milyon əzaları var. Ətigəndən kəşkiçə rəhmətlikinin gipini qilişidir. Tərcüman Toxtubaqi Artişi Aka şu cemiyetinin Şinjandakı qolluq əzası pat maqala əsərlərini ilan qilib, nəzərçilik qilib turvatıdır. Mana hazır dünyada haq bir tal ömüşünü tədqiq qilib 7-8 yıl oquydu. 10-20 yıl tədqiqat elib barıdı. Kimin haqqida izlib maqala yazıb doktor buluşudu. Biz şundaq işki özgüçülük və şərait xaslıqı ega, şuncha köp artıqlıqqa ega bo'lgan xalqmiz. İnsanşünaslik, psixologiya, siyasi, cemiyetşünaslik, iqtisodşünaslik fanlarining naq və ixcham yığındısıga aylangan muvaffaqiyetshunoslik ilmidan foydalanib, onu özümüz uchun xizmat qildirsak, yomoni ketami. Xalq bizni tadqiq qilmasa, biz o'zimizni tadqiq qilamiz. Onun ustiga quruq gap bilan emas, qanday qilsam turmushimni yaxshi o'tkazaman, balamni yaxshi o'qitaman, qanday qilsam bu jahonda beshimni ko'tarib yura olaman, qanday qilsak tumur miqqa yalang oyoq dastlab tik tura olamiz degandek tusi sepi bor, chaqirsa eti bor ish bilan o'zimizni tonuymiz. Sizningcha bo'ldigandi? Ma'lum bir fanning shakllanishi hargizmi uning tadqiq obyektining soni, sharoiti bilan cheklimaga uchirmaydi. Demakchi, har qanday oddiy narsani tadqiq qilishga bo'ladi. Faqat birdan bir shart tadqiq qiluvchi kishi loyiq topsila. Agar maxsus Uyg'urlarning muvaffaqiyat qozonish sharoiti haqida izlanishga yo'l ochilgan Uyg'ur muvaffaqiyetshunoslik ilmini zarur emas deb qarasak, Uyg'urlarning muvaffaqiyat qozonishi tadqiq qiladigan bir ish xato yoki hajbiy ish bo'lib sanalsa, pitlar bizning masxirabozlikqa ishlaydigan toz aqlimizdan kulib tiliq samasmi debdi Tahir Emin qarindishim. Uyg'ur muvaffaqiyetshunoslik ilmi qat'iy shakllanishi kerakki, o Uyg'urlarning mushundaq alohida sharoitda qanday qilib ma'naviy jihatda o'zini to'nigan, iqtisodiy jihatda beyg'on, ilmiy jihatda ko'zi ochilgan, madaniyat jihatda o'zlikni topgan, shaxsiy turmush jihatda baxtli bo'lgan, oila jihatda ijil inoq bo'lgan, shaxsiy ma'naviy dunyosi jihatda normal psixikalik va sog'lom dunyo qarashdagi kishilarning, ya'ni umidsiz va benormal psixikamizni davolash usuli bilan ta'minlaydigan debdi, ko'payishini ilgari suradigan, tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqada insonparvarlik, ya'ni odamgarchilik qila oladigan, ekologiyalik muhitga ko'ngil bo'ladiganlar umumlashgan, Xudoni suydigan,
özünü suyduğan Uygurlar bugünkü insaniyet işideki yeni tür medeniyet, tinçlik ve bext elçileri degan en yüksek ictimai top namını kolga keltirishga muvaffaq buluşqa yol açıdı. Fakat bo'lmaganda bir türküm akıldarlardan bir türküm ihlasmen izlengüçler nep alıdı ki egri yolunu az menip kılımen degan işini tez, önümlük, utuqlu kılıdı. Uygurlar nurgun quruq gap satıdığan yoki iqtisodiy yoki ijtimoiy unum bo'lmagan kitobiy nazariy pallaga qaraganda mushundaq bevosita manfaati tegadigan amaliy masalani eng dastlabda o'ylashadigan ilmiy tushunchalarni o'zlashtirsa ala oladigan bevosita manfaati ko'proq bo'ladi. Abdushukur Muhammad Imin apandi umid qilgan aqliy bilish tariximizning yangi sayfisi açılgan buludu kaderli qarindoshlar. 5. mezmun Uygurlarda muvaffaqiyatşünaslık ilmi izlenişleri. Uygur halkı kadimden beri türlük hünervençilik risaleleri, mesela Seyponluk risalesi, yağatçılık risalesi, muzdozluk risalesi, zergerçilik risalesi. Nesiyetnameler, nesepnameler, ata babasının kandak iş kılıp ravaj tapkan yoki veyran bo'lgan tarixini xotirlashga inson. Jangnameler, yurt terkizisi, qissa va cho'chak qatorliq eg'iz adabiyot shakllari bilan g'alaba yoki mag'lub bo'lish haqida aqliy yakunlarini xotirlagan. İbretlik makal temsiller bilen ifadeleyen, yetti ölçep bir kesni, oyununu plan bilen iş görüş gereklikini, ayrılganını eğik yer, bölüngenini böğrü yer. Yani her kandak cayda öz topu bilen ön bulup birlikte iş elip bir işini bildirdi. Dert elemler kiludu oğul balının başıge, saydı tügmen çörgüleydu közdün akkan yaşıge. Nimi degen obrazlık, ilhamlık cümleler. Kutatqı bilik, devlet idare qilish cihetiki muvaffaqiyatşünaslık eseri bulalaydı. Etebatul haqqaiq ammibab turmuş sanati bulalaydı. Dep sanısak yüzlep eserler çıkıdı. Muşu yakın yıllardan beri muvaffaqiyatşünaslıkka ait köplegen eserler tercüme kılındı hem yazıp çıkıldı. İslamcan Şerif, Abdushukur Muhammed İmin, Abdülkadir Celaleddin, Yar Muhammed Tahir Toğluk, Mahmudcan İslam, Ahmetcan İsmail, Aziz Atavullah Sartekin, Tahir Hamud, Abdurrahim Dölet, Erkin Ruzi, Pulat Hevuzullah, Belikız Ablikim, Hayat Nupus Muhammed, Anakız Aziz İlteriş, Ablet Abdurişt Berki, Muhammed Salih Metruzi, Zulfikar Barat Özbaş, Yalkun Ruzi, Erkin Sıdık, Ümit Gani, Radıl Abla, Nurtay Hacı, Erkin Haşim, Süleyman Muallim, Gani Semet Türkem, Mutellip, Mehmet Yasincan, Pehirdin Karlok, Dilşat Perhat, Nur Eli Ubul qatarlıqlar muvaffaqiyat haqida o'xshamagan ko'lamda to'xtaldi. O'xshamagan nuqtalardan muhim izlanishlarni elib bordi. Ularning kasbiy izlanishi xuddi Jungo Muvaffaqiyatşünaslık ilmi cemiyeti reisi ta'kidlagandek, dünyada muvaffaqiyat qozongan har qanday bir odam bir muvaffaqiyatşünas bo'ladi. Ko'pchilikning ham o'rtaqligi ham xosligiga mansub bo'lgan usullari bor. Biz mushu xoslikni muvaffaqiyat qozongan muvaffaqiyatşünasning alohidaligi deb bilamiz, o'rganamiz. 2000 yildan boshlab vatanimizda tarqalishga yuzlangan Amvay şirket terbiyelash kurslari va shirkat madaniyat orqali muvaffaqiyatlik
hayat ve utuqluq so'd yo'li haqida ko'plagan nutuqlar so'zlanib, nurg'un yoshning ishsizlik masalasini hal qilgandan boshqa yangi bir usul so'd bilan o'zini namoyon qilish va o'zlikni jonlantirish haqida faoliyatlar qanot yaydi. Alomat Arman şirketleri xodimlarga va boshqa ish izlayotgan o'quvchilarga maxsus leksiya o'rlashtirib bergan darslik materiali tuzgan. 2004-2005 yilları Mangutash qiroatxonasida va qonunliq yusunda Uyg'ur muvaffaqiyat so'da kursi nomida o'lchamlik shirkat va igilik boshqarishni asosiy mazmun qilgan so'da kurslari ochildi. Nutq kurslari ochildi. Yürüşlük, ölçemlik, derslik materiali taqtilgan, tilga ilinganları mingdan birleridir. Nurg'un tercümanlar ve başka abturlarning ismliki muvaffaqiyat şunaslık to'g'ri orqali e'lon qilinadi debdi. Bilimi bar, puli yo'q, nomi bar, mil yo'q kishilarmi muvaffaqiyat qozongan hisoblanadi. Bu xoldagi tema quruq g'oya va orzu bilan yashayotgan. Uyg'urlarda muvaffaqiyatshunaslik haqida yozilgan eserler, Uyg'urlarda muvaffaqiyatshunaslik haqida tarjima qilingan eserler. Qadrli qarindoshlar, endi 6-mazmunga o'tamiz. Uyg'ur muvaffaqiyatshunaslik ilmining nazariy asosi. Men bu vaqtda so'z qilmaslikni loyiq topdim. Birinchidan, men bu vaqtda so'zlashga ojiz kelaman. Hech bo'lmaganda bu vaqtda avval izlanib, ondan taroziga chiqqandak ilmiy prinsip o'rtaq qilib ramki shakllantirishga, başka peshqadam ulamolarımızın bildiğanlarını anlap beqishga, material toplashga to'g'ri keladi. İkinciden, menden yaxshi asosi barlar, avval so'zligay taklif qilaman. 6. Korxona tarbiya madaniyati va utuqshunoslik. Ammo shirkati muvaffaqiyatshunaslik tarbiyasi va ala shirkati muvaffaqiyatshunaslik tarbiyasi deb 6-mazmunni shularni ko'rsatibdi, qadrli qarindoshlar, nazariy asos uchun. 7. Uyg'ur muvaffaqiyatshunaslik ilmiy jamiyati qurilishi haqida taklif degan taklifni berib ekan o'z vaqtida. Balkim bu bir tatliq xiyolimizdir, ammo u shundoq zarurki, biz oshnondan qolsala shuningga bizni yetaklash iqtidoriga rolchilar to'piga muhtoj. Gerçi qonunluq bo'lsa-mu, elib chiqish sal mushkul bo'lg'achqa, ko'pinchalar ba'zida amaliy qiymatiga e'tiborsiz qarab yoki ilgiriki eti ulug' so'prasi quruq jamiyatlarga taqlid qilib qiziqmasligi mumkin. Ammo bu qilishga jazman qilishga tegishli to'g'ri ham xosiyatli bir ish. Programmalari boshqarish hay'ati, a'zo bo'lish doirasi, konkret huquq majburiyatlari qatorli konkret planlar haqida to'rdoshlar muzokara qilsa bo'ladi debdi. Bo'lsa buningga iqtisodiy amaliy kuchli shirkatlar yetakchilik qilsa, ularga ham iqtisodiy unumi, tashviqot unumi ham ijtimoiy unum bo'ladi. Men xolis tadbir tuzishga qatnashib berishni xohlayman debdi Tahir Imin qarindishimiz. 8. mavzu Uyg'ur muvaffaqiyatshunaslik to'rining qurilishi haqida ushur debdi. Mazkur emgakning muhimligini tunib yetgan Şinjan Köznek Pentexnik şirketi mas'uli Abdukim Efendi bu ishga tutish qilganligini va material manbasi bilan ta'minlash jihatda hamkorlashadiganligini uqtirib, biz bilan aloqa qildi. Men munosabatli bir qism Uyg'urcha materiallarni yetkazib berdim. Ko'pchilikning hurmat qilishini so'rayman. Torbet 12-oyning 5-kuni burun e'lon qilinadi. Biz kelar qatimliq yozmada adres uqtirib qo'yamiz debdi. Aslidagi maqolaning 9 kichik temisi ostidagi mazmunlar kirgizilmadi debdi. Shunda qilib, hamda Erkin Sidiqning muvaffaqiyati va tanglimasi to'g'riliq to'xtalib o'tibdi, qadrli do'stimiz. Men nimishqa umumiylik bilan zich munosabatli bo'lgan bir kelansiz temaga Erkin Sidiqni chetib oldim. Chunki Erkin Sidiq utuq qozondi. Onun utuq usulini, natijasini muayyanlashtirish kerak. O biz ciddi ügünüşki tegishlik tabiiy fen sahasida utuq qozondi, hem amaliy töhbə, hem yaxshi ataqa erishdi. Uyg'urning ismini kuchi yetishtilik elib ulguydi. Ailesida utuqi yaxshi natijalendi. Bularning hammasi ko'plagan Uyg'ur arzu qiladigan tashviq qilishga tegishlik bir xil utuq. Bizga dal mushundaq Uyg'ur g'oyasi, Uyg'ur dream ni reallikqa aylantirgan ko'plagan Uyg'ur
Uyg'ur ayollari kerak. Azroq tilimni chaynay, men Erkin Sidiqni tor orqali bildim. O kishi o'zi ko'zlagan pallaga yetgandan sirt ko'zlabma baqmagan cho'qilog'i yamishibdi. Shaxsiy turmush jihati utuq qozonibdi, salomatlik jihati utuq qozonibdi, madaniyat sopasi o'lchimida utuq qozonibdi. İnsanparvarlik sharti jihatda o'zi qilishga tegishli ishlarni qilib kepti. Biz qilib baqmagan, anglab baqmagan ishlarni qilibdi. O Uyg'urni haqqi to'ntib qolmay, Amerika olam qatnashidek bir yerda nihoyat jiddiy ishlarning bo'ladiganligidagi xabarni bizga to'nitdi. Onun İngiliz tilini voyaga yetkazib o'rganganligining o'zila zo'r muvaffaqiyat. O hozir xizmatini tashlab etsimi, Jungoda yillikki 150 ming yuanlik xizmatni topa oladi. Uyg'ur haqida nutq so'zlab voizlik qila oladi. Debdi qadrli qarindishimiz. Bu shu vaqtdagi yozilgan maqola bo'lg'achqa, shu vaqtdagi ko'z qarashlari qadrli qarindoshlar, hozirgi vaziyat endi unga o'xshamaydi. Vatanning ahvolini bilasizlar. Onun nurg'un yoshlar orzu qiladigan chet elga o'qish fursatiga erishishimi cho'ng muvaffaqiyat. Shundaq raqobat keskin zaminda eng nozik yerda puttasab, xalqdan qolmay yashashning o'zimi bir cho'ng muvaffaqiyat. Yaramliq farzand tarbiyalab qatoriga qo'shib, Amerikadagi nodir maktabda o'z kuchiga tayinib o'quvdek bola cho'ng qilish, uningga shunchalar ruhni singdirish uchun ajoyib muvaffaqiyat. Aramızda balısıdan qaqshab Xudoga nola qilib yashayotgan ota-onalar az emas. Alloh ularning mushkulini oson qilsin. E'tiborliq anglashlarga qaraganda, o kishining qilgan ijtimoiy yaxshi ishlari bak ko'p ekan. Mangan turgan qadimida xalq tilida doston qilgudek savobli ishlarni qilib yetibdi. Menga ta'sir qilgan yana bir xosiyatli ish, bu kishi o'g'li Dilshodjonning o'qishdan sirt faoliyat uyushtirishni zo'r kuch bilan qo'llabdi. His qildimki, bu kishida bir ruh, o'zini to'xtovsiz haydab turadigan bir ruh bor ekan. Uning ruhini bilganlar mayli o bir qator ishni xato qilib etsin, bir patman og'ziga kelganini biljirlab solsin, samimiyat va mehr shafqat bilan yug'rilgan shu biljirlashlardan yanada uning eng suyumli kishilarning ekanligini qalbi tuya oladi. Unda qilolmaganlarga tushuntirishning o'rni yo'q. Men ba'zilarning qilgan so'zlaridan ko'nglim bir qismi yerim bo'ldi. Bo'ldilar, Xudo o'zi o'ngsha. Bo'libmi shundaq yoki haqiqat uchun, yoki kollektiv manfaat uchun, yoki bevosita o'zining jiddiy shaxsiy ehtiyoji uchun, masalan, ayibli bo'lmasa, o'lib ketadigan yeri bo'lsa, bo'pti, ayibli bo'lsin demoqchimi? Emas. Turibla ilmiy olim sifatida o'ttirga chiqib oladigan yo'ldoshlarning zodi nimaga erishmoqchi bo'lganligini, jamiyat uchun yomon ta'sir paydo qilish bilan xarakterlanib tugaydigan oqibatdan saqlab qilishni tilaymiz. Rost gapni qilsam, apandilar, muvaffaqiyatga tanlama tuzishning hojati yo'q. Ammo Einsteindan boshlangan bu tabiiy fanchilarning tafakkur usuliga hurmat qilmaymi bo'lmaydi. Chunki ular shu tanlamasi asosida g'alaba qozondi. Sen onundan yaxshiroq tanlama tuz, texnika katta natija qozon. Reallik orqali o'zini isbotla. Biz shundaqlarni faqat birer eg'iz gap qilmay yuzmi cho'ng ko'ramiz. Kishi muvaffaqiyat qozondi, uning muvaffaqiyat qozonish usuli xalqninki bilan o'xshamay qoladi. Tushuntirishim o'xshamaydi. Minglagan muvaffaqiyatshunaslarning tushuntirishlari ming xil bo'ladi. Hech kim uni "Hey, to'xta, ishingni qil" demaydi. Chinanchi o'zining 15 kunlik muvaffaqiyat kursiga kelganlarni 24 soat uxlatmaydi. Tamoq yegizmaydi. 24 soat o'tgandan keyin tamoq yoki uyqu to'liqlaydigan ish yo'q. Yana o'xshash tartib bo'yicha bo'ladi. Mana bu turlik g'alati usullarning biri. Bunda g'alita odatdagi tafakkur ahlining ditig'i sig'maydigan ishlar ko'p. Ularning nurg'unlarining tanlamasi yo'q. Tanlamasini so'rasangiz kulkiga qolasiz. Muvaffaqiyat tanlamasimi yo'q. Uningdan so'rasangiz, gapimni anglab, kitobimni ko'r, kursimga kel, mana bu muvaffaqiyatning tanlamasi deydi. Markaziy televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda, bu mening usulim. Kishilar mening usulim bilan utuq qozondi, men bu usulim bilan utuq qozondim
Bu bir paket degan. Faziletlik musafir yurt dışımızga zarbi bergen dostlarımızga köp gap qilsak özümüzдің içi açık bulup kaldı. Lekin şundaqdımı layıqda ancha muncha devilishni layık tapdım. He boptu. Bazı ösümlük inkas yazganlarni özü muvaffaqiyat kazanmasımı muvaffaqiyat kazanış usulunu tadqiq qiladigan tadqiqatçı deb turayli. Çünkü tadqiqatçılar degan ular özü tuxum tug'musimi tuxumning saq yoki emasligini tetib biladigan oshpazga o'xshaydi. Tadqiqatçı sifatida o'tirg'a chiqqan kishi chuqur paketga hurmat qilish kerak-ku. O qaysi paket? Erkin Sıdık Efendi özünün muvaffaqiyat kazanış tanlamasını özümün muvaffaqiyat kazanış jarayonida işletip ebni tecrübeden ötken deyişi yeterlik paket emas mı? Qaraganda bu yerdeki aşpazlar ham piyazlı köp yemetken o'xshaydi debdi qadrli qarindoshlar. Eğer Erkin Efendi özünün muvaffaqiyat haqida so'raganlarga javoban ilmiylik bilan chaqchaqni birlashtirib ismini Erkin Sıdık'ı özgertmegiçe muvaffaqiyat kazanılmaysan debetsimi haq nima deyaleydi? İşçi küçlük yaşlarımız üçün mana bu en zerbilik oyg'utish emasmi? Biz bir türkümlerimiz ilgili haraq sorularida ba'zida munbarda bo'g'ilib turib so'zlab og'zimizni shahar olgan endi mushu to'rga yig'ilishdik. Soch yo'q sotxona bo'lgan bu yerda biz yanına quruq gap qilishni davam etyapmiz. Biz munbarni quruq gap bilan shuhrat nafsini qondirdigan tojisiz podshohning qal'a so'rini qilmasligimiz kerak. Halqi so'rini qilmasligimiz kerak. Onun yaxshi ishlari üzülmeydi. Men bunga ishonman ham duo qilaman. Ko'nglimdagi bir ig'iz gapim men mushu maqolani yozib bo'lib, o'zimning naqadar to'la gap qilib o'tganligim uchun intayin aram bo'ldim. Asli men bundaq yuğan temalarga aralashmasligim o'zimning singanini yeb, g'it qisib yurib, kasalchin dadamga, yashinib qolgan cho'ng opamga 2 soat hamroh bo'lgan bo'lsam, amli qilgan oddiy ishim uchun bo'lsa-mo, ko'nglim aramiga tushgan bo'ladi. Xayr, yomon ketmas. Hammamizning ishi o'z joyiga tushadi. Ba'zi usullarning mutlaq bo'lish kafolat qilolmasligim, ammo sizni manbada bilan ta'min etishim mumkin. Debto elbidar@yahoo.cn kökü numarını qo'yibdi qarindishimiz. Agar mazkur maqolani qarab munbarga chiqarib qo'yishni muvofiq topsangiz, ruxsat so'ramay manbasini eskartib qo'ysangiz bo'ladi. Ba'zi inkaslarga javob yozolmasligim mumkin. Shuni so'rayman. 11 ayning 30 kuni kech soat 8 dan 12 ayning 1 kuni kunduz soat 7 gacha yozib tamomlandi. Debto Tahir Emin qarindishimiz. Bu shu vatandagi vaqtida yozgan muvaffaqiyat shunoslik to'g'riliq bir to'xtalsak, bir ilmiy bir jamiyat bir qurilsa, bizning xalqimiz muvaffaqiyat qozonsa, her bir Uyg'ur muvaffaqiyat qozonib ketsa, biz mag'lub bo'lmasak degan shu nima bilan yozibdi qadrli qarindoshlar. Endi nechilik vaqtimiz bor, qarab boqaylik. İnşallah hammamiz muvaffaqiyat qozonib ketamiz. Mishada Erkin Sıdık akimizga yozilgan bir tane Erkin Sıdık'a uch xat bor ekan, bir o'qib o'tay. Undan keyin bugungi darsimiz, sizin darsimiz mishab tugaydi. Abduri Vadar ekan 2007-yil 12 ayning 25 kuni yozibdi ekan. Bunga 10 yil, 11 yil bo'libdi qadrli qarindoshlar. Arzu bilen reallik arasındaki hang bek keng hem çonqur. Şuna adam qiliman deganni qilolmasimi, qilayotganini bo'lsa-mo, yaxshi qilishi kerak. Her qandaq ahvolda o'zini tashlab etmasligi kerak. Bo'lmasa, hammasi nolga teng bo'ladi. Assalomu alaykum Erkin Sıdık aka. Siz boshliq ailenizdekilerge otluk salam. Sizden tercüme haliniz arkalık siz bilen tonuşuş fursatiga, şerefiga müyesser boğan her bir şeref igisinin yürüki suyunmay kalmaydı.
İşinimenki, sizden muvaffakiyetleriniz ulardan haber tapkan her bir kalp igisini iftiharlandırdı. Ular közlerini sizge çıktı. Bu ümitli közler sizden nemindir kütüvatıdı. Elbette siz aşularının közlerdeki ümit uşkununun öçüp kalmaslık üçün tirişçarlık körüstüvatsız. Sizge alemçe teşekkür. Sizden hayat musabınız asası da muvaffakiyetlerinizden delili süpütü yeküllep çıkan muvaffakiyetinin yeni tenlimisi her bir okurmenni yeni fikir menbesi bilen temin etti. Ömürlük kesibini kandak tallaş kerek, serlevilik körsetmeniz, kesip tallaşta kaymokıp yürgenlerinin fikir karangulukunu yuruttu. Sizden sual soruğanlarga vakti şundak ziç uğurlaştırılgan tədqiqat hizmetini kılıp turuqluq mu vaqt acritip estayidillik ve kemterlik bilen bergen etraflık, kımmetlik, fikir tektipler mücessemleşken cevaplarınız ularının fikir toskulluklarını geçip temtirep yürgen fikirlerini izgı saldı. Ulağı ilham, medet boldu. Her bir adem muvaffakiyetke yukarı pellik intilidu. Su peski akudu adem igizgi. Muvaffakiyet şunaslar muvaffakiyetinin asası amilini ademnin üzüge bağlaydı. İşki amilini asaslık urungu koydu. Mesele delmiş yerde. Bütün dünya organik bir gevde. Bunu süpütü bilen adem cemiyet bilen ziç münasibetlik muvaffakiyetini bunun içinde. Bir ademnin muvaffakiyetinin asaslık amili kesipte. Meyli tədqiqatçılar bolsun, alimlar bolsun. Dağlık, sodiger, hünerverler bolsun. Ular aşı kesipini tutku kılıp muvaffakiyet kazangan. Sizden bu işki noktunu bağlap durup yenice fikir endişisi bilen temin etkinizge rahmet. Muvaffakiyetin asası amili bolgan kesip ve sırtkı amili kileyli bizden bu yerde maarif yar harvedek kalak halette müteessip. Maarifnin terbiyelegen yarımlıkları bek az. Bu hakikat. Maarif allakaçan mayaklık rolüdün ayrılıp kalgan. Mektep püttürgen yaşlarımızdan mutlak köp kısmının cemiyetke çıkıpla gangıraptal işi. Bunun 100%'lik delili. Birinin bu yerde kesbini muvaffakiyetlik tallaş bek, bizning bu yerde kesbini muvaffakiyetlik tallaş bek müşkül. Tanlagan təqdirdimi maarifning muvaffakiyetga yetkizish iqtidori yo'q. Kesip tanlaşta tuluq o'tturini püttürgen o'quvchilarning hammasi imtihan bergüchilarning 50% la qabul qilinadigan sonning ichiga kirish uchun tirishidi. Bu baxtga nail bo'lganlardan intayin az bir qismila o'zlari xohlagan kasbga kelaydi. Qolganlari bo'lsa o'tgunidan xo'sh. Qaysi kasbning bo'lishi muhim emas. Maktabga kelib bo'lib kasbdan qaqshaydi. Bu yerde maarif kesbini akan kimni ası yengen şu qilib etkin. Bu yerde maarif kesbini akan kimni ası yengen şu qilib etkin. Qandaq bo'lishinin qat'i nazar ular özü xalımısımı oquşqa mecbur. Çünkü bu qandaqlı bo'lmasin keyingi can beqishning asası. Kesbini tanlab kelganlarga kelsak, maarif ularning kutgan yeridan chiqmadi. Şunun bilen ular öz kesbini to'g'ri tanlığından gumonlanishga başladı. Çünkü bu yerde kesbini to'g'ri tanlashning o'lchimi tez xizmat tapqili bo'ladigan bo'lish, ko'p pul tapqili bo'ladigan bo'lish, bundaq tez o'zgarayotgan jamiyatda oldin bilar mo'l tapqaqlarmi buningga ojiz keldi. Şunun bilen ularmi taqdiriga tan berib, jon beqishning asosini yaratdi. Yuqorqi sebepnin hammasi ma'rif bilan cemiyette. Ma'rif ularning kutgunini berelmedi, cemiyet bo'lsa ta'tur quyun chiqarib, ularning ko'ziga qum tiqib, texmo qaymoqtirib etdi. Shu sabablik bizden muvaffaqiyat qozonganlar bek az chiqdi. Albatta, mening bu qarashim hozir cemiyetda moda bo'lib atgan
Ali mektep okuvchilarının layg'azallashishi, tirishmasligi, yo'ldan chiqishi, o'zini tashlab etishidek qarashlarni chetga qoqmaydi. Chunki Ali mektepni bitirib chiqqandan keyin biror xizmatning huddisidan bemalol chiqqudek bo'lish, kasbni har holda mukammal egilash ularga qo'yiladigan aqlli talab. Buning huddisidan chiqolmaganlardan muvaffaqiyatni kutish, aqlonalik bo'lsa, bu boshqa gap. Endi maktab bitirganlar kelayli, bu yerda o'qish, o'rganish, izlanish, o'qish bitirguchiliklar davomlashadi. Maktab bitirgandan keyin jon beqish kerak. Yuqori o'rlab o'qishga sharoiti yer beradiganlar bek oz. Maktab bitirgandan keyin nima ish qilish, xizmat masalasi boshni qotirdi. Urunisha olganlar turmush halakchiligida, urunisha olmaganlar xizmat halakchiligida qoladi. Jamiyat ularga uningdan boshqani o'ylagandek imkoniyat bermaydi. Chunki jon beqish bag'an sari taslishib ketdi. Bu hol maktab bitirgan yoshlarimizdaglar emas, butun Uyg'ur jamiyatidagi umumyuzlik hodisa. Erkin Sidiq aka, siz tanlamingizda fursatni ta'kidlab ajoyib yaxshi qilibsiz. Siz agar ashu chaqda Yaponiyaga chiqib o'qish fursatiga erishilmagan bo'lsangiz, mushu topda Amerika havo qatnashi va olam bo'shliqi texnikasi boshqarish idorasida emas, balki Jungoning traktor tadqiqot o'rnida ishlanmasligingiz mumkin edi. Bu hargizmi oshirib aytganligim emas. Her nima bo'lsa siz shu fursatga noil bo'lib ekansiz. Lekin kesib aytamanki, undaq talay ham cho'ng, kichik, yaxshi fursatlar bizga nisib bo'lmaydi. Ashu muvaffaqiyatga yuzlanadigan fursatni yaratish uchunmi biz bak tirishmasak bo'lmaydi. Muvaffaqiyat bizlardan qanchalik yiroqlikda bunisi noma'lum. Lekin buningdan tushkunlashib, o'zini tashlab etish, tirik turib, tayyor go'rga kirib yotganlikning o'zi bo'lmay nima? Siz yaxshi ta'sir qo'zg'ay oldingiz. Sizga afirin. Men bu xatim orqali sizning tanlamingiz va ko'z qarashlaringizga butunlay qarama-qarshi bo'lmagan holda oqsoqollik bilan bir ko'z qarashni o'ttirib qo'ymoqchiman. Meningcha, sizning maqolalaringizni o'qiydiganlarning mutlaq ko'p sondikisining allaqachon yengisi bo'lib bo'lganlar. G'oyat zo'r g'ayratga kelib, yangi almashtirmoqchi bo'lganlarga afirin aytimiz yo'q. Bu ish ularning aksiga bog'liq bo'lganligi uchun toza ishonch qila olmaymiz. Ashu yengisi bo'lib bo'lgan, yengisining qaqshab yurganlarga, gangirab yurganlarga buningdimi bakrak keragi qamchi. Ya'ni ularda taqdirga tan berish emas, reallikqa dadil yuzlangan asosda yengisiga to'g'ri muomala qila oladigan, odamgarchilikni yetildiradigan, ot topqichi eshak minalaydigan, mingan eshikini ot tepish uchun xizmat qildira oladigan, eshiki bo'lmasa mang'alaydigan, mang'almasa o'milalaydigan, ot minganlari eshak minganlarini, eshak minganlari mang'allari o'milayotganlarini yo'layalaydigan, hammasi tirik turib, go'rga kirib olganlarini tortib chiqaradigan, ruhni yetildiradigan qamchi. Bu qamchini sizni ursken degan umid ham ishonchdiman. Siz bu qamchini ularning yig'irg'i takkudek, ularni endikturgudek, chopchitqudek, sagitgudek ularga manzilning bu emasligini, qandaqli bo'lmasin, to'xtamasdan olg'i ilgirlish kerakligini to'nutqudek, qattiq ham to'g'ri bilan urishga tirishqaysiz. Agar buningga yolg'izlik qilsangiz, diyorimizdagi yurikida ashular bo'lgan sizdek olijanob bilim egilari siz bilan hamdamda bo'lg'us. Ularning hammasining mugdab qolgan tulparlar ekanligining gumonlanishga har qanday odamning haddi emas. Ularga bo'g'iz kam emas, kimki qamchi. Siz bu qamchini kelishtirib ura olsangizlar, ular chapalaydi. Shundala ularning ko'rdiğiniz yashashga va yuqori o'rlashga amalsiz qolgan chiroy emas,
belki çil böğrülerini eymendürgüdek sürülük, ot denizlimi yanmaydıgan kat'i her kandak külpetini kukum talqan qilibiteleliğen qahri gazapga to'lgan chiroy bo'ladi. Aşı çırayını körgen küni koyaşqa qaram nemini körüsüzkin depto bu qerindişimiz bizning erkesilik akımızga şunda oçuq xatni yezip bazı tekliflerini berip diken öz vaqtida. Endi hazır cemiyetimiz vatan bilen alaqa qilmayotimiz, lekin qat'i boşuşqa, qat'i ümitsizlikka bo'lmaydi. Ümitsizlik şeytandan. Endi biz chet elda jenimizni jon qilib, oilamizni beqib, o'qishimizni o'qib, ish qilgan har qanday ishimizni yaxshi, nihoyat sifatli qilishga, her bir Uyg'urning bir diplomat, ya'ni bir Sharqi Turkistonlik Uyg'urning yoki har qanday birisining şu yerga tava, yani aşağıdan ibadetilgan bir elçi, büyük elçi, baş elçi dek yüzünü tunup xalqning oldida yerga qarab qolmaydigan ishni qilmasligimiz kerak qadrli qarindoshlar. Shunlashqa bu degan bularning hammasi usul, tecrübe, savaqlardan yakunlangan narsalar yozilganlarimiz shu. Patmaydigan quyosh yo'q. Qadrli qarindoshlar, atmaydigan tağmo yo'q. Keçinin keçinin zulmetli keçinin bo'lganligi yana bir tağdan bisharat berdi qadrli qarindoshlar. Shunlashqa hammamiz hushimizni topayli, qo'limizga Allah'ın kitabını alayli, o'qiyli, tushunib o'qiyli. Nima qilsang muvaffaqiyat qozonganligingni, nima qilsang mag'lub bo'lganligingni aşağıda nihoyat yaxshi yozib qo'yaylik, nihoyat yaxshi qissalar bor. Shularni tushunib o'qiylik qadrli qarindoshlarim. Muvaffaqiyat, to'g'rilik, g'alaba qozonganlar, haqiqiy baxtga erishuvchilar kimlar ekan deb Qur'oni Kerimning ishidan bir matalab beqinglar, aşağıdan naq javobni ola olaysizlar qadrli qarindoshlarim. Erkin Sidiq akimizga, Tahir İmin qarindishimizga ve başka oç xatni yazgan Vadirha qarindishimizga hammasiga Allah'ның cennet salamını yollayman. Nayri japarliq vaqtlardan o'tyapmiz. İnşallah bundan keyin bu dünya ve o dünyada iki dünyalık muvaffaqiyatni qozonishga her birimiz muvaffaqiyat egisilan bo'lib olib turmasdan, biz muvaffaqiyat uchun emas, biz Allah'ın rızalıq uchun daim yaxshi ishimizni qilib, aktiv, yani pasif yaxshilikdan aktiv yaxshilikka o'tsaqlam, inşallah turmushimiz her zaman tatlı, şirin, ümitlik buludu qadrli qarindoshlar. Allah'ın o'ziga amanet. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.